Fan va texnika. Ushbu ikki so'z behad rivojlangan ayni davrda insoniyat ma'naviyatining o'ti qashshoqlashib ketayotgani achinarli holat. Yuqoridagi fikrlar nafaqat bizning, balki dunyo olimlari-yu meditsina xodimlarining baralla ta'kidlab kelayotgan dolzarb mavzularidan biridir. Zamon zayli bilan qo'limizdagi smartfonlar orqali internet olami-yu ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab vaqtimiz o'tayotgani o'z-o'zidan miya tizimi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, uning o'sishi, fikrlashi tezligi hamda tafakkur qilish funksiyalarini keskin pasayishiga olib kelar ekan. Olimlarning fikricha, xalq so'zi bilan aytganda miya dangasalik tomon qulab borayotgani ta'kidlanmoqda va buning oldini olish uchun bir qancha usullar o'rganib chiqilib, ularning eng samaralisi kitob o'qish mashqi deya tan olingan. Agar biz kundalik hayotimizda doimiy kitob o'qishni odat tusiga aylantirsak, bizda nimalar o'zgaradi? Keling, buni ko'rib chiqamiz. Kitob o'qish jarayonida avvalo miya faol tarzda ishlashni boshlaydi. Dunyoqarash kengayib, fantaziya rivojlanadi. So'z lug'at boyligi va savodxonlik darajasi oshib, intellekt yuqorilaydi. Kitob o'qish xotirani sezilarli darajada mustahkamlab, Alsgeymer kasalligini oldini oladi. Doimiy mutolaada bo'lgan insonlarda ushbu kasallikka chalinish holatlari kamdan kam holatlarda kuzatilar ekan. Kitob o'qish stressdan xalos etadi desam ishonasizmi? Inson kitob mutolaa qilar ekan, ayni damda uni hech qanday topshiriq yoki xavotir o'ylantirmas ekan. Kitob o'qish jarayonida inson ko'pincha o'ziga qulay usulda joylashib oladi. Tana umuman birorta maxsus harakatni amalga oshirmaydi. Natijada butun tana dam oladi. Miya kitobda aks etgan tasavvur olamiga sho'ng'ib, stress holatlaridan ancha yiroqlashadi. Shotlandiyalik olimlarning tadqiqotlariga qaraganda, kitob o'qish tushkunlikni davolashning eng samarali vositasi ekan. Tushkunlikka chalingan bemorlar kitob o'qishni boshlaganlaridan so'ng ularning tushkun holatlari sezilarli darajada kamaygan. Kitob mutolaa qilish uyqu sifatini maksimal darajada yaxshilaydi. Xotirjam bo'lish va uxlashga yordam beradigan eng yaxshi usul kitob o'qishdir. Odatda biz uyqu oldidan televizor yoki smartfonlar bilan band bo'lamiz. Bu esa uyqu tizimini battarroq yomonlashishiga olib keladi. Sababi, smartfonlardan tarqalayotgan yorqin nur miyaga uyg'onish kerakligi haqida signal yuboradi. Kitob o'qish esa aksincha ta'sir ko'rsatadi. Miya uxlash vaqti bo'lganligini tushunadi. Britaniyalik ilmiy olimlarning fikriga ko'ra, kitob o'qish o'zaro munosabatlarda katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlashgan. Bunga ko'ra, ota-onalar va bolalar birgalikda kitob o'qish jarayonida ular o'rtasida o'ziga xos munosabat o'rnatiladi deb hisoblashadi. Ularning aytishlaricha, bunday munosabatlar birgalikda televizor ko'rganda yoki smartfonlar orqali o'yinlar o'ynalganda aslo paydo bo'lmasligini ta'kidlaganlar. Statistika ma'lumotlariga qaraganda, umuman kitob o'qimaydigan insonlarning 43% qashshoqlikda kun kechirar ekanlar. Bu muammolarga chalinishni istamasangiz, bir kunda doimiy o'zingiz uchun kitob o'qishga vaqt ajrating. Sevimli asaringiz, sizga yoqadigan yo'nalishdagi sevimli kitobingizni oching-ku. Dunyoning ovozini o'chirib qo'ying.